Sizlar bilan Dilso'z Erkinjonov YouTube kanali. Bugungi videoda men sizlar bilan qanday qilib tekinga akkaunt va sezon passlari yutishni o'rgatib o'taman. Uning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib o'ting. To'g'ri eshitdingiz, tekin sezon pass va akkauntlar yutib olishingiz mumkin. Buni biz Dilso'z yangiliklari YouTube kanali bilan birga hamkorlikda qilib bu aksiyani uyushtirdik. Ko'rib turganingizdek, menda olmoslar va tangalar ham ko'p. Bu sezon passga bog'liq. Sezon pass, ya'ni o'sha Dilso'z yangiliklari menga har doim ochib beradi. Kimga agar xizmatlar kerak bo'lsa, shu lichkaga yozishingiz ham mumkin. O'zimiz ochib beramiz. Va hozir sizlarga buni tekinga yutishni o'rgatib o'taman. Uning uchun biz Telegram kanaliga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biz Telegram kirib olamiz. Telegramdan qidiruvga DLS pastga chizuvchi Erkinjonov deb qidirib olamiz. Va mana birinchida chiqib keladi. Va bu yerda biz kanalga qo'shilishimiz kerak. Kanalga qo'shilib, mana bu yerda biz konkurs qo'yamiz, ya'ni ikkita obunachimizga tekinga sezon pass. Yokida agar sezon pass ochirgisi kelmasa, ishonmasa, biz ularga sezon passda pulini tashlab beramiz. Bu konkursda ishtirok etish mutlaqo tekin va ozgina shartlari bor. Birinchi o'chirt Dilso'z Erkinjonov kanaliga obuna bo'lamiz. Dilso'z yangiliklari kanaliga obuna bo'lamiz va Iminov Dilso'z yangiliklari kanaliga obuna bo'lamiz. Va bu postda o'zi 3 ta kanal bor. Shularga obuna bo'lib, bu yerda участвовать, ya'ni qatnashish degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bossangiz, запустить bota. Tak va boshdan yana start bossak, mana o'zi jo'natibdi. Siz уже konkurs anussiz deb, ishtirokchisiz deb va yana bu yerda yozdi. Va shunday qilib siz tekinga sezon pass akkauntlar yutib olishingiz mumkin. Bir marta bo'lib o'tadi, ya'ni har hafta хотя бы bir marta qilib o'tamiz. Har xilcha akkauntlarga, ya'ni ko'rib turganingizdek, mana shu tanga va olmosi ko'p akkauntlarda ko'proq shunaqa konkurs qilib o'tamiz va aytib o'tganimdek sezon passlarni ham qilib o'tamiz. Asosiy sharti faqat shu kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib borsanglar bo'ldi. Hammaga rahmat, videomiz tamom. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'ying.